Adaş, ayalım doktorxonaga kirib qolgan. Yinada azroq pul bosib berib tug'ina. Ayolning doktorxonaga kirib qolgan bo'lsa, men bilan nima aloqasi bor? Uningga 150 ming yuan ketadi ekan. Men hech qanday amal qilamadim, Adaş. Qo'lingdan kelsa, menga bir yordam qilgina. Menga bir berib tug'ina, Adaş. Sening ayoling doktorxonaga kirib qolsa, mening nima korim bor? Adaş, nimandaq gap qilsa? Biz yaqin do'st-ku. Beşimga kun chiqadi, mushunda qilsam bo'lamda. Men sening nurg'un ishlaringga yordam qilgan. Ajba unutib qoldimmi? Mushu bir qitim yordam qilgan Adaş, ayolimning hayoti xavf ichida. Ayolimning hayoti mushu operatsiyaga bog'liq Adaş. Mushu bir qitim yordam qilib turgan. Hamda Asqatqinning yodiga kelotamda. Beshinga kun tushmagan bo'lsa, qilgan yordamini unutib ketaverdim balki. Odam degan shundoq. Biridan yordam so'rab kelganida o'zining qilganlariga minnat qiladi. Adaş, mening minnat qilganim emas. Mushu bir qitim yordam qilib menga bir berib turgan. Yordam qilamayman. Men sana ham pulni berib turolmayman. Esonda chin tut. Mening boshqa amalim qolmadi, Adaş, sendan o'tinib qolay. Mening nima karim bor? Ha? Mening nima karim bor? Sen qo'lim tegishdan burun eng yaxshi ko'zimni yo'qol. Seni ko'rak ko'zimmi yo'q? Ali, seni bunda qila deb o'ylamabdiman. Senmi og'ini bo'ldingmi? Menmi sana asqatgan? Ajiba, men sana asqatmaganman. Bu mening ayolimning hayotiga munosabatli ish. Tata qo'lingni. Sana deb qo'yay. Esonda chin tut. Mening san qo'lim tegishdan burun eng yaxshisi bu yerda yo'qol. Ko'rak ko'zim yo'q seni. Vah, odam emas, hayvon. Seningmi beshingga bir kunlar kamisan. Men seni ko'rib qo'ydim. Voy, doktor. Elim yaxshi, pulni vaqtida to'labsiz. Operatsiya o'ngishli bo'ldi, muborak bo'lsin. Nima? Men taq pul to'lamadim. Bugun tushdan keyin bir yigit kelib to'la tutdi. Ajiba, uning burunqi loyiqi to'lab etgan o'xshamamdi. Bo'yimay ayolingizning hayot saqlanib qoldi. Kelib uni ko'rsangiz bo'ladi. Ma'qul, men hozir boray. Hay. Ayolingning operatsiya haqqini men to'lab etdim. Ha? Men seni bunday qila deb o'ylamabdim. Ayoling doktorxonaga kirib qolgan 15 kun bo'pti. Lekin bir qadam meni izlamabsan. Mana bu sen yaqin ko'rgan eng yaqin do'sting men. Sening qalbingdagi men. Yaxshi. Sen buni nereden bildin? Xo'ga bek o'xshabdi. Maylimi? Ha, ma'qul. Bizdan qancha pul bo'ldi? Sizlarning 157 ko'yliq bo'pti. Ha? Ya'ni kelishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Ma'qul. Ay, to'g'ri. O'g'illikka ayolimning tug'ilgan kuni edi, mushal o'tkazil degan sharoitim bek yaxshi ekan. O'roza qizqish numeri necha? 28, 23, 3 dana 9. Ha, bo'ladi. Ma'qul, rahmat. Ha, ma'qul amisa. Avayla qaytdinglar. Haras, Abdukerimning ishini angladingizmi? Ne bo'pti uningga? Ayolining burunqi kesili qo'zg'alib qoldi ekan. Shuningga iyoni to'playman deb kuchur chiqarib qo'yibdi. Qarz so'rmagan odamlarmi qolmabdi. Men tek sizni bilamdikin debdim. Uningda mening xabarim yo'q ekan. Balkim sizni hijil qilmaydigandi. Uyda hozir nech pul bor? 50 ming qo'y bor. Menga pulni men tayyor qilib bergin. Men berib kelay. Shu 50 ming qo'yni? Bu nima degani, ha? U bizga nurg'un yaxshilikdan qilgan-ku. Endi uning 5 kun tushgan joyda biz qarab turamdik. Ayolining hayotiga bog'liq ish bu. Hay, gapimni xato tushunib qoldingiz. Operatsiyaga 150 ming ketdi ekan. 50 ming qo'y nimaga oldi bo'ladi? Mundaq demamsa. Biz yaqin yo'riqlarimizdan, urug'-tuqqanlarimizdan so'rab pul jamlab yordam qilib turaylik. Undaq bo'lib qolsa, men urug'-tuqqandan so'rab boqay. Sen urug'-tuqqandan so'rab boqqa, ha? Ma'qul. Ma'qul. Undaq bo'lsa, balnilisa qaytib bak. Ha, ma'qul. Keling aqo'zam. Kiribla pulni menga tayyor qilib qo'ygan. Tushundingmi? Ha, bo'ladi, ma'qul. Bu soltekni. Dal, mana mushunda qilish.
Men seni yürgümdeki ahirim deb bilaman. Lekin ig'ir kunda qolgan chig'ingda nadgi bir chukrandagi telefon qilsa, hech kim yordam qilmabdi. Lekin mendek bir do'stim esingimi kelmabdi. Bo'ldi. Bundan keyin izlashmaylik. Sen bulmasan ben Soltek. kalarım yalğızsırap. Hey, sen Soltek pulni amalini nereden qilding? Qari so'mga adımın qilmadi. Rahmat sana. Vay vay vay, Ha? mala. Eksem tağım dolga. Sana ko'p rahmat. Seni yat ko'nglim emas adash. Sen mening yaqin og'aynim. Sen ama oilam, bolchaqam bor. Shu seni hijr qilib qo'ymay deb sana degan edim shu. Ay, shundoq bo'lsa-mu? Ay, ayolimning operatsiyasi muvaffaqiyatli bo'ldi. Mana böyle bor. Ay, mayaqda. Korkma dostum baylık dünya tipler. Köngül külse hemme ışık içiler. Yaxşı sözler yüreklerde tavlanar.